rahmat aytay senga. Sevgan do'sting bo'lsa, unga eng azizingni ber. Hayotda ko'p narsa bor, mol dunyo, boylik, davlat, lekin barchasidan qimmat chin do'st degan ne'mat. Yaxshi ko'rgan do'stingga yaxshi ko'rgan narsangni ber. Bergan narsa yo'qolmaydi, mehr bo'lib qaytib kelar. Berish bu boylik, xasislik, qashshoqlik. Chin do'stga bergan narsang ming barobar qaytadi. Yaxshi ko'rgan do'stingga yaxshi ko'rgan molingni ber. Yuragingdan joy olsin desang, qo'lingdagini ulash. Mol ketadi, do'st qoladi, do'st ketsa, molning nima keragi bor? Yaxshi ko'rgan do'stingga yaxshi ko'rgan molingni ber. Ota-bobolar shunday yashagan, qo'lidan kelganini ulashgan. Ular bilgan bir haqiqat, bergan inson hech kambag'al bo'lmagan. Mol uchun baxil bo'lma, do'stlik moldan qimmatroq. Bugun qilgan yaxshiliging ertaga qaytar ko'proq. Berish bu saxovat, mehr inson ziynati. Chin do'stga bergan narsa qalbda abadiy qoladi. Yaxshi ko'rgan do'stingga yaxshi ko'rgan molingni ber. Yuragingdan joy olsin desang, qo'lingdagini ulash. Mol ketadi, do'st qoladi, do'st ketsa, molning nima keragi bor? Yaxshi ko'rgan do'stingga yaxshi ko'rgan molingni ber. Luqmon Hakim aytgan ekan, eng boy inson beruvchi, eng kambag'al inson esa faqat olib bermaydigan. Qo'ling ochiq bo'lsa doim baxt ham seni topadi. Chin do'stga bergan mehring bir umr seni asraydi. Mol yig'ishdan nima foyda agar yoningda do'st bo'lmasa? Bitta chin do'stning qadri ming boylikdan ustun aslida. Shu hikmatni unutma doim, yaxshi ko'rgan do'stingga ber. Bergan narsa armon emas, bergan narsa abadiy mehr. Yaxshi ko'rgan